sababi jannatdan chiqqanmiz. Bizning genimizni jannatda eng yaxshi narsalarni ko'rgan. Shuning uchun eng yaxshi narsalarni xohlaymiz. Qaysi kasallikka chalinishi, qaysi ovqat yeyishi hammasi genetikada yozilgan. Venasidan qon olib, hattoki ko'zini rangini bilsa ham bo'ladi. Ba'zi bir vrachlar hattoki abort tavsiya qiladi. Albatta, bu mavzu, bu eski mavzuda, shunga bunga qaytib Lekin rosa qiziq. Bu qiziq mavzu. Bolada уже paralич. Yoki baribir bekitishimiz kerakmi qaysidir narsalarni? Nima deb o'ylaysiz? Men o'ylamayman, buni etish kerak, ochiq oydin etish kerak. Sababi buni davosi bor, bilasizmi? Yo'q, bilmasdim. Kosmetologga borib, qancha pulimni tashab kelyapman. Allergiya ham genetik xastalik ekanda. Har bitta onkologiya genetika. 100% mi? 100%. Garantiyasi bilan. Garantiyasi bilan. Juda qiziq, juda ham qiziq. Sababi nima bilasizmi? Homilador ayolda shu haqida o'zi alohida ko'rsatuv qilmoqchi edim. Hatto o'zim tog'amni qizini olganman. Hech narsa bo'lmadi. 4 ta sog'lom farzandim bor dedilar. Bu ham lotereyami? Yo'q, bu ilmsizlik. Ovqatlanish uyqu keltirish kerak emas, ovqatlanish kuch berish kerak. Erkaklarni yig'ishtirib qo'yaylik, eng qiziq ayollar. Assalomu alaykum azizlar, shifo bo'lsin podkasti yana sizning huzuringizda va bugungi mehmonimiz boshqacha, noodatiy mehmon. Odatda biz mehmonlarimizni taklif qilganimizda meditsinaning qaysidir yo'nalishi, sizga tanish bo'lgan yo'nalishi haqida gap boradi. Bugun esa biz genetika haqida gaplashamiz. To'g'ri, bu so'zni deyarli hozir hamma biladi, hamma genetika nimaligini tushunadi, lekin aynan meditsinada genetika qanday rivojlanyapti? O'zbekistonda aynan mana shu yo'nalish qay tarzda ketyapti? Mana shu savollarga bugun javob olamiz, chunki genetika har bir qadamimizda mavjud. Va mehmonimiz Xo'ja Ahmedov Jamoliddin. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Xush kelibsiz. Rahmat. Biz hech qaysi vrachni bunaqa uzoq kutmagandik, bilasizmi? Sizni deyarli 3 oy kutdik, chunki bu yo'nalish shaxsan men uchun juda qiziq. Biz siz bilan boshqa proyektlarda ko'rishganimizda, suhbatlashganimizda siz menga juda ham qiziqarli narsalarni aytib berganingizda, har bosgan qadamingiz, har bir kasallik negizida, farzandlarni tug'ilishida, farzandlarni o'qishida, ilm olishida, farzandlar qaysi yo'nalishni tanlashida barchasida genetika bor degansiz. Aslida ham shundaymi? Rahmat kattakon. Aslida genetika bu har bir kasallikni va har bir insonni tuzilishi, fundamenti. Har bitta kasallikni tagida genetika turadi. Masalan, har bir inson kasb tanlashi, hayotdan qanaqa umr kechirishi, necha yil yashashi, necha yil qulog'i eshitishi, necha yil ko'zi ko'rishi hammasi genda yozib o'tilgan. Qaysi kasallikka chalinishi, qaysi ovqat yeyishi hammasi genetikada yozilgan. Mana tabobat aniq fan emas deyshadi, lekin genetika aniq fan. Predisposition qaysi kasallikka predisposition borligini, keyin qaysi millatga taalluqligini o'rganib bilsa bo'ladi genetika orqali. Qarang, mana genetikani biz qaysidir jihatini taqdirga ham o'xshatamizda, chunki inson yaralayotganda, ya'ni kim homila sifatida yaralganni o'zidan biz aytamizki, peshonasida yozilgan narsa bo'ladi hayotida. Nima yozilgan bo'lsa, shu narsani ko'radi, hattoki o'sha kasalliklar, nechta farzandi tug'ilishi, kim bilan yashashi, kim bilan taqdir bo'lmasligi, ya'ni kim genetikani ham shunga o'xshataman shaxsan men. Farzand dunyoga kelishidan boshlab, hattoki o'sha homiladorlik vaqtida genetik testdan nimalarni bilib olsa bo'ladi? Homilador ayoldan, ya'ni o'sha homilani o'zidan ham genetik test olsa bo'ladimi? Homilani o'zidan barcha informatsiyani olsa bo'ladi. Homila birinchi navbatda homila o'g'il qizligini, 9 haftaligidan homilador ayolni 9 haftaligidan homila o'g'il qizligini, homila qaysi millatga taalluqligini, homilada kelajakda qaysi kasalliklar uchrashi mumkin, homilada hozir tug'ilganda qaysi kasallik bilan tug'iladi, homilada hattoki qon aylanish tizimini, homilada oshqozon osti bezi kasalliklari, homilada qalqonsimon bez kasalliklari, hattoki homilada bo'yi necha metr bo'lishini ham bilsa bo'ladi. 9 haftadan boshlab. 9 haftadan boshlab. Bu test qanday olinadi? Bu test ona qonidan olinadi.
ona venasidan olinadi. Aha. 9 haftalik homilador ayol venasidan qon olib, hattoki ko'zini rangini bilsa ham bo'ladi. Vau. Bu haqda lekin hali yaxshilab o'rganib o'qimagan ekanman. Qarang, qon olindi, laboratoriyaga borildi, analiz topshirildi. O'zi genetik analiz, ya'ni genetik tekshiruvga odam qandaydir tayyorgarlik ko'rishi kerakmi degan savol ham meni qiynaydi. Chunki masalan, gormonga analiz topshirganimizda albatta vrach yozib beradi. 3 kun avval yaxshilab uxlashingiz kerak, ya'ni uyquga tiniqishingiz kerak, stress bo'lmasligi kerak, yeyotgan ovqatingizga e'tiborli bo'lishingiz kerak. Hattoki yaqinda gormonga topshirganimda mendan qon olayotgan vrach ham so'radi. Hozir yo'lda kelayotganingizda hech qanaqa stress bo'lmadimi Nigora dedi. Bo'ldi endi probkalar desam, bo'lmasam yarim soat dam oling dedi. Chunki qoningizda hozir gormonal sistemada o'zgarish bor dedi. Bu testda siz aytayotgan testda ham qanaqadir tayyorgarlik kerakmi? Genetik tekshiruvda homilador ayol 9 haftadan boshlab kelib topshiradi. Hech qanaqa tayyorgarchilik kerak emas. Shunda uyg'ondi, keldi. Qorin to'q bo'lsa ham, och bo'lsa ham, charchagan bo'lsa ham, sovqotgan bo'lsa ham farqi yo'q. Homilador ayol keladilar, biz 5 kubik qon olamiz. Qon javobini 10 kundan keyin bilib beramiz. Bolada qanaqa kasal bor, homilada qanaqa kasal bor, homilada nima yetishmovchilik bo'lyapti. Hattoki homiladagi boyagi vitamin D, kalsiy yetishmasligini ham, homilani tishi qanaqa chiqishini ham ko'rib bera olamiz biz. Mana shu testning javobidan kelib chiqqan holda vrachlar qandaydir davo choralarini ko'rishlari mumkinmi? Chunki mana siz aytyapsizki, hattoki kasalliklar ham ko'rinadi. To'g'ri, Xudo asrasin, masalan, og'ir qanaqadir mutatsiyalar bo'lsa, ba'zi bir vrachlar hattoki abort tavsiya qiladi. Ya'ni o'sha boladan xalos bo'lganingiz yaxshiroq, chunki hayoti davomida o'zi ham qiynaladi, siz ham qiynalasiz, undan ko'ra olib tashlang deyishadi. Genetik test o'tilgandan keyin, vrachlarning qo'liga kelib javobi tushgandan keyin aynan shunaqa verdiktlar chiqarishi mumkinmi? Ya'ni bola keyinchalik qanday darajada bo'ladi? Mana biz hozirgi komandamizni yangi guruh qilganmiz. Bu IT Gen Lab, IT. Hozir eng mukammal IT искусственный intellekt, sun'iy intellekt bilan meditsinani bog'lash. IT Gen Lab degan komanda ochganmiz. Bu komandada biz shifokorlar bilan birga ishlaymiz. Masalan, bolada patologiya chiqdi. Bolada birinchi trimestrda, keyin birinchi skrining, biokimik skriningda bolada patologiya beryapti. Kasal bola kasal deb berishyapti. Biz hech qachon buni abortga bermaymiz. Tekshiramiz. Qaysi sohada, qanaqa kasal, nima kasal, shuni tekshirib, undan keyin birinchi navbatda davolash choralarini beramiz. Shifokorga beramiz. Misol uchun homilador ayol Toshkentdan emas, Toshkent viloyatidan bo'lishi mumkin yoki boshqa regionlardan bo'lishi mumkin. Shu sababdan o'zlarini shifokorlariga yo'naltiramiz va davolash choralarini yozib beramiz, qo'llariga tayyor qilib. Shu bilan ayol kishi tug'gunicha hech qanaqa muammosiz, stresslarsiz, aniq 100% kafolatli analiz bilan borib tug'adilar. Demak, bu aynan o'sha men yuqorida aytgan ko'pgina noto'g'ri qilinayotgan abortlarni oldini olishi ham mumkin. Aynan mana shu genetik analiz. Men bejizga bugun homilador ayollardan boshlamadim, chunki meni nazdimda aynan mana shu test homilador ayollarga ko'proq kerak deb o'ylayman. Lekin boshqa qatlamlarga ham bu analiz albatta kerak. Misol uchun, ikkita yosh turmush qurmoqchi. Va ular biz bilamizki, hozir davlat tomonidan spetsialniy analizlar bor, mavjud, tekshiruvlardan o'tishadi, borib o'g'il bolalar alohida, qizlar alohida birgalikda o'tadigan vrachlari bor. Lekin ana shu paytda agarda davlat tomonidan belgilangan tekshiruvlardan tashqari genetik testlarni ham topshirishsa, bu foyda beradimi? Ularning hayotida kelajakda faqatgina yaxshi hodisalar ro'y berishiga. Genetik tekshiruvdan o'tish, yosh bola bilan qizni turmush qurishdan oldin genetik tekshiruvdan o'tishi kelajakda ko'p pul sarflamasligiga sabab bo'ladi. Qanday qilib? Bola turmushdan oldin tekshiruvdan o'tishadi. Organizm uchun kerakli bo'lgan tibbiy dori vositalarini, vitaminlarni oldindan bilishadi. Nima ichish kerak, nima lecheniya olish kerak, hammasini bilgan holda turmushga chiqqandan keyin xohlasa, xohlamasa homilador bo'lganda vrach ko'rigiga boradi. Shunda qo'lida kartasi. Genetika turmush qurishdan oldin
tekshirgan kartasi bo'ladi. Shu kartaga asoslanib barcha muolajalarni o'tishadi. Shu bilan homilador bo'lib tug'guncha umrini oxirigacha shu o'tgan genetik testi yordam beradi. Yo'q, mana ruschasiga aytganda совместимость degan so'z bor, bir-biriga to'g'ri kelishi, mos keladi yoki mos kelmaydi. Ba'zi bir endi biz o'zbekmiz, mentalitetimizdan kelib chiqqan holda aytaman, baribir qaysidir foiz sovchi orqali bo'ladi. Ya'ni kim yoshlar bir-birini sevishi ham shart emas, yaxshi bir-birini tanigan oila bir-birinikiga o'sha qiznikiga sovchilikka boriladi, turmush quriladi, lekin shu yerda katta qiyinchiliklar boshlanadigan oilalar ham bor. Ya'ni kim bir-biriga to'g'ri kelmaydigan yoshlar bor. Nafaqat xarakter jihatidan, nafaqat tashqi ko'rinish jihatidan, mayli oilalar bir-biriga to'g'ri kelar, lekin meditsina tomonlama bir-biriga to'g'ri kelmaydigan insonlar bor. Ya'ni hattoki o'sha qon guruhi to'g'ri kelmasa ham biz yaxshi bilamiz, ba'zi bir oilalarda yillab farzandlar bo'lmaydi, chunki o'sha rezuslar отрицательный, положительный bir-biriga mos kelmaydi. O'sha paytda tekshiruvlardan o'tilmagan. Shu borada so'ramoqchiman, agarda genetik testlar o'tgandan keyin oilalarga, ya'ni yosh endi bir-biri bilan oila qurmoqchi bo'lgan yoshlarga siz to'g'ri kelasiz yoki to'g'ri kelmaysiz degan javob aytishingiz mumkinmi? Albatta, bu mavzu, bu eski mavzuda, shunga bunga qaytib keldim. Lekin rosa qiziq. Bu qiziq mavzu. Mana qon guruhi bir-biriga to'g'ri keladi, hammaning guruhi bir-biriga to'g'ri keladi. Lekin гистосовместимость to'qimalarni bir-biriga to'g'ri kelishi, HLA совместимость deyiladi. HLA совместимость. Buni biz 10 yil oldin, 5 yil oldin tekshirardik. Hozir undan ko'ra yangi etapga o'tganmiz. Gistosovmestимость albatta kerak bo'ladi. Birinchi xromosom tekshiruvi, turmush qurishdan oldin bola bilan qizni xromosom tekshiruvi, keyin HLA tekshiruvi. Boyagi gistosovmestимость HLA1, HLA2 qaysiki yoshda ikkala gistosovmestимость bir-biriga mos kelib qolsa, ularda boyga yetgansiz yoki kasalon bola tug'iladi yoki bu farzand bo'lmaydi, bepushtlik bo'ladi. Bu ko'pincha qarindosh nikohlarda ko'proq uchraydi. Lekin hozirgi kunda begonalarda ham uchrab turibdi. Hozir biza bundan tashqari, bundan ham mukammal boyagi musha atrofiyasi, DTP kasallik ko'p. Bunaqa bepusht oilalarda muammo kamroq. Kasal tug'ilgan bolalar bor oiladan ko'ra. O'z o'ylang, kasal bo'lgan boyagi DTP, paralij, детский cerebralniy paralij bilan tug'ilgan bola genetikmi yoki orttirilganmi? Bu aslida 99% orttirilgan, genetik bo'lmas ekan. Trombofiliya, oddiy qon aylanish sistemasining buzilishi, trombofiliya, tromboz. Homilador ayol o'zini homilasini 2 oyligida, 9-10 haftaligida bolada qon quyilib qoladi. Bosh miyasida qon quyilishining hisobiga paralij, bolada o'sha paralij. Tug'ilgandan keyin u to necha yoshga kirib o'lguncha shu paralij bilan yashab o'tadi. Vaholanki u bola genetik sog'lom bola bo'ladi. Shunaqa holatlarni biz homilador ayolda tekshiryapmiz hozir. Demak, biz bir umr buni genetik kasallik deb yurganmiz, hozir esa siz umuman buni boshqa tomonlama ochib beryapsiz bizga. Hozir mana boshqa tomondan ochib berdingiz, genetik kasalliklar haqida ham gaplashsak demoqchi edim, chunki ba'zi hollarda biz sekingina buni nasl suradi deb qo'yamiz va nasl suradigan xastaliklarni ko'pincha bekitishga ham harakat qilamiz. Chunki meni nazdimda o'sha suvchi kelganda ham hamma ham aytavermaydi. Bizda bunday kasallik bor oilamizda, to'g'ri, bu masalan u dodasida bo'lgan bo'lsa, hozir nevarasida bo'lishi shart emas, lekin baribir mana bunday kasallik bor zotimizda deb hech kim aytmaydi. Hech kim. Faqatgina qanaqadir muammo bo'lgandan keyin shifokorga borib tekshirtirgandan keyin, bor ekan, sekin buvijon dadajonlar, bor edi, biz aytmagandik deyishadi. Lekin aslini hozirgi zamonda shuni ochiq oydin aytadigan vaqt keldimi yoki yo'qmi, yoki baribir bekitishimiz kerakmi qaysidir narsalarni? Nima deb o'ylaysiz? Men o'ylamayman, buni aytish kerak, ochiq oydin aytish kerak. Sababi hozirgi kunda juda ko'p kasalliklar, juda ko'p nasldan naslga o'tadigan kasalliklarning davosi topilgan. Oddiy juda ko'p bekitishadigan narsa bu qizlarning zreniyasi past bo'lishi, boyagi ochki taqadi, linza taqadi. Qiz bechara ko'ziga o'sha linzasi bilan 2-3 kun yuradi. Bu noto'g'ri narsa. Bu hozir shunaqa gen bor, myoz degan gen. Biz shu bo'yicha ham hozir shug'ullanyapmiz. Keyin yana akvaparin geni bor. Shu bo'yicha shug'ullanyapmiz. Любой ko'z kasalligi, ko'zdagi bo'ladigan muammolar
genetik tekshiruvlar orqali aniqlansa, buni 100% davolasa bo'ladi. Genetik davolasa bo'ladi. Qaysi genda mutatsiya borligini bilib, qaysi gen tashuvchanligini bilib, o'sha genni biz tashuvchanligini yo'qotamiz. Ajdodlardan kelayotgan genetik kasallik avlodlariga o'tmasligi uchun biz davolaymiz. Avval tashxis qo'yib. Mana qarang, hozir juda ham yaxshi bir so'zni aytdingizda, tashuvchi dedingiz. Kimdir qaysidir xastalikni faqat tashuvchisi bo'lib qoladi. Ya'ni kim o'zi kasal bo'lmaydi, lekin tashuvchi bo'ladi. Hozir agar men sizni to'g'ri tushungan bo'lsam, hozirgi zamonni genetik yo'nalishidagi meditsina buni to'laqonli davolashi mumkin. 100%. 100% davolashi mumkin. Har qanday kasallik. Har qanday kasallik. O'zbekistonning o'zida ham. O'zbekistonning o'zida. Qayerga borish kerak? Aytigan lab klinikasiga. Aha. Bu shunchaki gap emas. Bu yengillik ham emas. Bizning O'zbekistonda hozir meditsina bizning atrofdagi qo'shnilardan ko'ra ancha rivojlangan. Genetika sohasi ham shunga qarab juda ham rivojlangan O'zbekistonda. Hattoki bizning klinikaga Germaniyadan, Amerikadan, boshqa chet davlatlardan kelishadi, sababi bizda arzon. Arzon. Davolash arzon va vrachga dostуп bor. Vrachga, masalan, vrach o'tiribman, doktorni o'qman, kirib, bemalol xonamga kirib kelaverishadi. Lekin chet davlatda, boshqa rivojlangan davlatlarda vrachga osonlikcha kirib bo'lmaydi. Albatta kutish kerak. Oylab navbatda yozilib, o'sha vaqtda aytilgan vaqtda bormasangiz, yana navbatingiz o'tib ketadi. Lekin hozir siz aytgan laboratoriyaga insonlar kelsa, demak bemalol huzuringizga kirib, sizdan kerakli tavsiyalarni olib, kerakli analizlarni topshirib, keyin davo choralarini ko'rish mumkin. Genetika butun dunyoda qimmat. Butun dunyoda. Endi O'zbekistonda o'zi meditsinani narx-navo haqida gaplashadigan bo'lsak, meditsinamiz albatta arzon. Dunyoga nisbatan, juda ham ko'p rivojlangan mamlakatlarga nisbatan, mana o'zingiz ham aytyapsiz, narxlar haqida aytib o'tsangiz. Misol uchun, men kelib o'zimda qanaqadir o'sha genetik xastaliklar borligini bilmoqchiman. Ya'ni agar hozir mana 46 yoshman, deylik 50, 55, 65 yoshda meni nima kutyapti degan savolga javob olish uchun analiz topshirmoqchiman. Qanday analiz topshirishim kerak va bu nechta pul bo'ladi? Men tanigan bemorlar, men tanigan shifokorlar aytishadiki, "Yo'q, buni laboratoriyasi qimmat" deyshadi. Nega? Sababi boya aytganingizdek genetika qimmat. Bizani bilganlar hamma bilishadi, bizda juda tekshiruvlar qimmat. Siz hozir hech narsa demasdan, yoshingizni ham, qaysi millatligingizni ham aytmasdan bizning laboratoriyaga borasiz, hech narsa gapirmaysiz. 5 kubik qon topshirasiz. To'lovi qimmat, 10 milliondan boshlanadi. 10 milliondan boshlanadigan tekshiruvimiz bor. 10 millionligi bor, 15 millionligi undan keyin ketadi yana. Qanaqa tekshiruvni siz xohlaysiz, shunga qarab. Biz sizni qaysi millatga taalluqligingiz, qaysi ovqat yeyishingiz mumkin, qaysi ovqatni yaxshi ko'rasiz, qaysi sport bilan shug'ullanishingiz kerak, keyin qaysi yoshda qanaqa kasallik sizni bezovta qilishi mumkin, hammasini ko'rib bera olamiz. Lekin bu har xil analizlar. Mana qarang, agar 10 milliondan topshirsam, masalan 10 tasiga qiziqsam, 100 million bo'lib ketadi. Yo'q, men hammasi 10 milliondan. Mana shu savollarga javob olishim uchun mana shu hamma kompleks check-up deymiz, check-up. Yoshga qarab, keyin o'zingiz xohishingizga qarab. Kimdir aytadiki, men deydi, kasalligimni bilgim kelmayapti deydi. Anu deydi-yu, men siz знаешь, лучше спишь deydi. Kimlardir aytadiki, men ovqat yeyishni o'zim bilaman deydi. Menga kerakligi sport deydi. Shunga qarab biz check-up qilganmiz. Shunga hamma check-up qilaman desangiz, unda 18 million atrofida bo'ladi. Agar boyagi faqat ovqatlanish, yosh ko'rinish, elastikность bor-u, siz o'zingiz yoshingiz yetasiz, lekin siz o'zingiz yoshingizdan ancha yaxshisiz. Rahmat. Bu gen elastikность. Demak, men qachon qarib ajinlar bosib ketadi yuzimni degan savolga ham javob olish mumkin. Albatta. Bir xil ayollar bo'lishadi. Endi bizda kelishdi, yosh ajin tushib ketadi, yuzliksiga yosh ajin tushadi. Shunaqa holatlarda biz kollagenni tekshiramiz, boyagani gen elastikность tekshiramiz. Buni davosi bor, bilasizmi? Yo'q, bilmasdim. Kosmetologga borib, qancha pulimni tashab kelyapman. Unaqa emas. Oddiy gen elastikность qaysi modda, qaysi mahsulotda bor, shunga qarab ratsion qilib beramiz. O'sha ratsionga
bog'lanib ratsionni tekshirib o'zingiz lecheni olsangiz bo'ladi. Demak men ximikat tabletkalarni iste'mol qilmayman. Analiz topshiraman, qanday modda yetishmayotganini aytasiz va shu yerni o'zida ham menga ma'lumot berasiz, buni yeyish mumkin, buni yeyish mumkin emas deb. Yozib beramiz, yozma beramiz. Sababi biza yozib bergan hujjat bu hujjat hisoblanadi. Hujjat haqida so'ramoqchiman, chunki qarang, misol uchun men yaqinda organizmimni qaysidir joyini deylik, Turkiyada tekshirmoqchi bo'ldim. Va ular menga aytishdiki, siz shu yerga kelib Nigoraxon hamma tekshiruvlarni o'tishingiz kerak deydi. Men aytdim, Toshkentda men topshirdim, siz aytayotgan hamma analizlarni topshirdim, yaxshi laboratoriyada topshirdim, tekshiruvlar o'tdim, MRT tekshiruvini qildirdim, MRTni masalan Fedorovичda qildirdim, eng oxirgi apparat u ham Teslasi yuqori bo'lgan. Lekin ular aytishdiki, yo'q. Biz afsuski boshqa davlatdan kelgan qog'ozlarga ishonmaymiz, tekshiruvlarga va o'zimizda tekshiruv o'tkazib, shuni asnosida sizga diagnoz qo'yamiz deyishdi. Sizni laboratoriyangizdagi tekshiruvlar butun dunyodagi boshqa klinikalarga o'tadimi? Bu referens deyiladi. Masalan, Turkiyaning laboratoriyasi ham yaxshi bo'lishi mumkin. Ularning laboratoriyasi ham boshqa joyga ishonmaslik mumkin. U noto'g'ri narsa. Masalan, bizning respublikada har bitta ishlayotgan laboratoriyaning referensli tekshiruvi bor. Hech kim noto'g'ri analiz tekshirmaydi. Faqat uni o'qiy olmaydigan doktorlar bo'ladi. Turkiyani o'sha qaysi klinikaligini bilmayman, borgan joyingiz yo'q, lekin ular sizga noto'g'ri informatsiya berishgan. U marketing. Ular mendan pul istashdi. Siz o'sha boshqacharoq laboratoriyaga borgansiz, lekin biz ulardan farqli o'laroq Hindistondan keladimi analiz, Turkiyadan keladimi, Germaniyadan keladimi, biz olib o'qib beramiz, o'qiymiz deb yordam beramiz. O'zimizaniki bilan solishtiramiz. 2 kere 2 to'rt bir xil chiqadi hammasi. Bizning laboratoriyalar Germaniya, Yevropa, Turkiya laboratoriyalaridan yaxshi ishlaydi. Bizda nazorat kuchliroq ulardan ko'ra. Endi bu tomonlama bilmadim-u, lekin muomala bo'yicha menimcha baribir bizni shifokorlar, bizni hamshiralar bizga yaqinroq, ya'ni kim o'zimizni tilimizda biz nima istayotganimizni tushuntirib bersak, vrachlar ham shunga qarab chiroyli muomalada bizga tushuntirib berishlari mumkin deb o'ylayman. Men doim genetikani qanaqadir meditsinani boshqa bir qo'shimcha yo'nalishi deb o'ylardim-da. Hozir mana necha yildan beri shifokorlar bilan ishlasam-da, so'nggi mana shu 2025-yilda tushundimki, har bitta mana meditsinaning yo'nalishi bor, deylik, ginekologiya. Genetikasiz hozir hech kim ishlamayapti. Ya'ni genetik analizlarsiz eko ham qilishmayapti. Chunki faqat shu analizdan keyin, shu tekshiruvdan keyin qanday yo'nalish tutish kerak, ekoni qaysi turidan foydalanish kerak degan savolga javob olishyapti. Mana hozir aytyapsiz kosmetologiya. Ya'ni genetik analizdan keyin men vaqtimni ham, pulimni ham zoya ketkazmagan holda bemalol o'zimga kerakli muolajani va kerakli taomlarni yeyishim mumkin. Allergologlar. Mana hozir sizni gapingizdan tushundimki, allergiya ham genetik xastalik ekanda. Allergiya kasalligi bu immunitetga bog'liq kasallik. Har bitta organizmga tushgan yod modda inorodniy telo deydi. Yod moddani organizm chiqarib tashlashga harakat qiladi. Masalan, bronxlar orqali, nafas yo'llari orqali tushgan mikroorganizm allergiya chaqiradi, раздражение beradi. Chaqiradi, shuni hisobiga odamda nafas siqishi, nervlar tonusga uchrab, nafas siqish boshlaydi. Qaysi mahsulotga kimda allergiya bor? Allergenni qidiramiz-ku biz. Allergenni qidirgandan ko'ra immunitetimizni yaxshi holatga, normal holatga keltirishimiz kerak. Organizmimizda T helper, T killerlar bo'ladi. T helper boyiga ajratib beruvchi bo'lsa, T killer o'z nom bilan killer o'ldirib beradi. Begona moddani o'ldirib beradigan T killer deyiladi. B limfosit, T limfosit deyiladi. Bular organizmimizda, bizning organizmda normal holatda ishlasa, hech qanaqa begona inorodniy telo kirmaydi. Xuddi asalariga o'xshab. Dushmanni o'ldirib tashlaydi-ku, xuddi organizmga xuddi shunaqa. Tushdimi, yo'qotib tashlaydi. Tushdimi, yo'qotib tashlaydi. Allergiya genetik xastalik emas. Genetik xastalik immunitetga bog'liq. Interleykinlar, immunitet. Interleykin 1, 12, 9, 6 interleykinlarning hammasi bu immunitizmga ta'sir qiladi. Qachonki biz o'sha genetik immunitetimizni, interleykinlarni normal holatga keltirsak, bizda onkologiya ham bo'lmaydi. Mana hozir o'zingiz tilingiz bilan aytdingiz, chunki shu haqda ham so'ramoqchi edim.
onkologiyaga tegishli har bir xastalik tagida genetika yotadimi? Albatta. Har bitta onkologiya genetika. Tashuvchanlik bor, ikkinchisi stop, tormoz ketib qolish. Stop. Asosiy narsa o'sish to'xtamasligi. Onkologiya bu o'sma. Qaysi hujayra, qaysi organdan o'sma kelayotgan bo'lsa, sababi boyagi immun tizimi buzilishi. Immun tizimi buzilishi. Immun tizimi buzilishini hisobiga onkologiya o'sishdan to'xtaydi. Informatsiya, miyaga informatsiya kelmay qo'yadi. To'xta degan informatsiya kelmay qo'yadi. Ketaveradi, bo'ldi. Shu bilan o'sish to'xtamaydi. Agarda oilada misol uchun buvilarda, dodalarda onkologik xastalik bo'lsa, genetika bo'yicha hisoblab chiqsak, keyingi masalan ota-onada, ularni farzandida, ularni nevaralarida ham onkologiya bo'ladi degan gapmi? Yo'q. To'xtatish kerak uni. Ajdodlar bor-ku, oldingi ajdodlardan kelayotgan kasallik, onkologiya bo'ladimi, sahniy diabet bo'ladimi, yurak xastaligi bo'ladimi? Hozirgi paytda, mana 2025-yil to'xtatsa bo'ladi. Bundan 26-yil, undan keyingi avlodga o'tkazmasa bo'ladi. Qanday qilib o'tkazmasa bo'ladi? Mana analizlar haqida gaplashdik, lekin davo choralari, mana siz aytyapsiz, u ham arzon narsa bo'lmasa kerak. Kasallikni bu yoqqa o'tkazgandan ko'ra qimmat bo'lsa ham shu joyda to'xtatgan yaxshi. Qimmat, to'g'ri. Nima bilan to'xtatamiz? Nima bilan to'xtatamiz? Uni davolash bor. O'sha gendagi o'zi mutatsiyaga uchragan jarayonni to'xtatiladi. Targetning terapiya deyiladi. Agar hozir hamma davolash chora-tadbirlarini aytib bersam, keyin qiziq bo'lmaydimi? Qiziq bo'lmay qoladi. Shuning uchun buni hammasini protsess. Keyingi masalan yana podkast qilsak, keyingi ko'rsatuvlarda sizni o'sha joyga olib borib ko'rsataman. Buni nima bilan? Buni o'zak hujayralar bilan. Insonni o'zak hujayralar, klеточный texnologiya deyiladi buni. Davolash choralari. Bu haqda bilasizmi, men 20 yil avvalmi eshitgandim, chunki Rossiyada ko'zga ko'ringan bir nechta aktyorlarni aynan mana shu o'zak hujayralar bilan davolab, ularni yoshartirishga harakat qilishgan. O'sha paytda aynan erkaklarni o'sha paytda Argumenты и fakты gazetasida bu haqda o'qigandim, o'ylagandimki, nahotki qachonlardir mana shu texnologiya O'zbekistonga ham kirib keladida, biz ham shundan foydalangan holda qaysidir kasalliklardan forig' bo'lishimiz mumkin. Demak, hozir aynan biz bemalol o'zak hujayralar bilan kasalliklarni davolashimiz mumkin. Avvalambor birinchi navbatda tashxis to'g'ri qo'yib olishimiz kerak. Tashxis to'g'ri qo'yib olib, o'sha qo'yilgan tashxisga как mishen tanlab ta'sir qilish, targetning terapiya deyiladi. Imенно o'sha kasallangan genni davolash bilan shug'ullanamiz. Bitta kasallangan gen bitta bo'lsa, o'sha kasallangan genni shunday qirqib davolaymiz bo'ldi. Endi sodda qilib tushuntirganda-da. Demak, ana shu siz aytayotgan targetная terapiya kasalliklarni keyingi avlodga o'tishidan asraydi. Asraydi. 100%mi? 100%. Garantiyasi bilan. Garantiyasi bilan. Juda qiziq, juda ham qiziq. Mana bugungi suhbatdan keyin shu qarorni qabul qildim. Va o'zimda bo'layotgan o'zgarishlarni borib, aynan siz aytayotgan genetik laboratoriyada tekshirib ko'rmoqchiman. Chunki, misol uchun avvallari deylik, 30 yoshimda qo'limga zirapcha kirsa, oddiy holatida shuni chiqarardim. Perikis bilan обработка qilib ishimni qilib ketaverardim. Hozir hattoki o'sha kichkina zirapcha ham menga boshqacha ta'sir qilyapti. Qanaqadir shamollashlar ham qiyinroq o'tyapti. Bosh og'riqlar, organizmdagi boshqa o'zgarishlarni gapirmasam ham bo'ladi. Demak, odamning yoshi katta bo'lgan sari organizmda topilayotgan kasalliklar unga og'irroq ta'sir qiladi va oldindan bilsam, ularni davolash osonroq bo'ladimi deb o'ylayapman-da. Bitta gen bor, Adams degan gen. Bu o'sha qon aylanishiga javob beradigan gen. Bu organizmdagi o'sha bosh miyaga kislorod yetib kelishini, bosh miyaga kislorod yetib kelishini ta'minlaydi. Qanaqa tushuntirsam bo'ladi? Bosh miyani kislorod bilan ta'minlab turadigan gen. Mana shu genni ishlamasligi, mana shu genni yaxshi ishlamasligi, boyagi mutatsiyaga uchrashi даже Alzheimer kasalligigacha olib keladi. Alzheimer. Men bu kasallikdan juda qo'rqaman. Men aytmoqchimanki, hozir bu kasallik ko'payib bormoqda. Bu men aytayotganim hattoki shu kasallikkacha olib kelishi mumkin. Bu kasallikni ham oldini olsa bo'ladi. Demak, agarda men siz aytayotgan tashxislardan o'tsam va
o'sha genga ta'sir o'tkazadigan target terapiyadan o'tsam, ko'pgina kasalliklarni ularga duchor bo'lmasimdan oldin to'xtataman. Albatta. Hozir Bu mo'jiza. bizada shu 70 tacha, 60 ta yo 70 tacha Alzgeymer kasalliklar bo'lsa, Aha. o'zi biza bilgan kasalliklar bo'lsa, ularni 99% o'ylashmagan shu ularda Alzgeymer kasalligi bo'ladi. Demak, o'zimiz O'zbekistonda hayotda o'zini pozitsiyasi bor, ish bilan shug'ullanadigan, o'sha doimo sog'lig'iga qarab yuradigan, kitob o'qiydigan insonlarning o'rtasida ham bu uchrayapti. Chunki biz avvallari o'ylardikki, kitob o'qish kerak, she'r yodlash kerak, krossvordlarni yechish kerak, ya'ni miya har doim faoliyatda bo'lish kerak derdik, lekin bu noto'g'ri ekanda. Hamma narsa baribir genetikaga borib taqalar ekan. kislorod yetib bormasak, o'sha kislorod tashiydigan gen ishlamasa, baribir Kitob o'qisak ham befoyda. kitob o'qisa ham befoyda. Buni tekshirib, oldini olib shu kasalliklarni davolash kerak. Mana hozir aytdingizki, kasalliklarni bilishimiz mumkin. Qaysi kasblar bilan shug'ullanishni bilishimiz mumkin. Ko'p narsani oldini olishimiz mumkin. Lekin suhbatimizni boshida agar eslasangiz aytdimki, genetikani taqdir mo'jizasiga o'xshataman. Insonni o'limini ham bilishi mumkinmi genetika? Qarang, har bitta genni o'zini uzunligi bor-da, uzunligi. Masalan, zreniyani biz oxirgi ko'rganimizda ko'z ko'rish zreniya mutatsiyasini uzunligini, og'irligi deyiladi. Ani zond og'irligini ko'rganda qaysi birdir gen 60, qaysi birdir 120, qaysi birdir 50 bo'ladi. Bir xil shunaqa bo'ldiki, 30-35 ta og'irlik, masalan, miyoz degan gen bor-da, mana shu ko'zni boyagi mushaklariga javob beradigan gen. Shu 30 da to'xtagan bemorlardan bir 10 tasida biz tekshiruv o'tkazdik. Endi shu 30 yoshdan keyin ko'zda ko'rish yomonlashib, sirazi 30 yoshdan keyin. Xuddi o'shanga o'xshab boyagi umr, avvalambor umrimizni Allohning o'zi bergan. Alloh belgilaydi. Genimizda hamma informatsiya yozib berilgan. Necha yil yashashingiz, qaysi yilda, qaysi paytda qaysi kasallikka uchrashingiz hammasi yozilgan. Demak, agar chuqurlashib o'rgansa, demak, o'lim vaqtini ham albatta belgilasa bo'ladi. Lekin buni aytmaganimiz ma'qul. Bu folbinlik emas. Bu faqat uni o'zgartirsa bo'ladi. Bu predispositions, taxminiy. Demak, agar mana shu kasalliklarni davolamasa, inson mana shu paytgacha umr ko'rishi mumkin. Agarda aytilgan kasalliklarni davolasa, o'ziga yaxshi qarasa, chunki yaqinda bitta yaxshi gap eshitdim-da, menga juda ham yoqdi. Biz omonatmiz. O'zimizga, ya'ni tanamiz bizga omonat qilib berilgan va biz ana shu tanaga yaxshi qarashimiz kerak. Shifokorga borishimiz kerak. Sochlarimizga, qoshimizga, ko'zimizga, terimizga, mana ayollar o'zimizga qaraymiz-ku. Demak, bu ham bir sunnat. Inson o'ziga qarashi kerak. Inson o'zini mehr bilan parvarish qilish kerak. To'ppa-to'g'ri. Ana shundagina Alloh umrini ziyoda qiladi. To'ppa-to'g'ri. Suhbatimizni juda ham nozik bir masaladan boshlagandik, homilador ayollardan, va har bitta insonga tegishli bo'lgan yana bir nozik masala bu uni farzandlari. Va men farzandli bo'lganimda albatta genetik laboratoriyalar yo'q edi, bolam katta bo'lib qoldi. Hozir dunyoga kelayotgan farzandlarni aynan ana shu laboratoriyada tekshiruvlardan o'tkazib biz nimalarni bilsak bo'ladi. Mana farzand tug'ildi. Qachon topshirsa bo'ladi? O'sha tug'ruqxonani o'zida topshirsa bo'ladimi? Birinchi testini? Tug'ruqxonada o'zi neonatal tekshiruvlar bor. Kasalliklarga neonatal tekshiruv, tovondan oladigan tekshiruv bor. Uni hamma biladi. Endi chegarasiz genetik tekshiruvlarning chegarasi yo'q. 22 mingdan oshiq bizda har bir insonda gen bo'lsa, har bir genning o'zini vazifasi bor. Shu sababdan maqsadga qarab, masalan, siz xohlaysiz farzandingizni sportchi bo'lishini, keyin yozuvchi bo'lishini, keyin prezident bo'lishini, kosmonavt bo'lishini xohlaysiz, shifokor bo'lishini, hamma xohishimizdan chegarasi yo'q. Eng zo'r nimani ko'rsak, o'shani bo'lgisi kelaveradi. Chunki biz niyat qilamiz, biz orzu qilamiz. Sababi jannatdan chiqqanmiz. Bizning genimiz jannatda eng yaxshi narsalarni ko'rgan. Shuning uchun eng yaxshi narsalarni xohlaymiz. Shu sababdan bola tug'ildimi, birinchi navbatda unga qarash kerak. Yeydigan ovqatiga. Qaysi ovqat, qaysi modda so'riladi, qaysi modda so'rilmaydi. Bizda 70% aholida vitamin D retseptorlari ishlamaydi. Vitamin D, kalsiy so'rilmaydi. Shu sababdan tish og'ruvlar, boyagi bosh og'ruvlar, mikrosefaliya, gidrosefaliya,
nevrolog uydan qolmaydi. Bolalar ko'pida nevrologik kasalliklar. Juda ham ko'p olib borishadi chaqaloqlarni. Sababi nima bilasizmi? Nimaga? Homilador ayolda o'pka vazifasini yurak bajaradi. Yurakda homilani yuragi o'pka vazifasini bajaradi. Bu yerda metgemoglobin degan modda bor. O'sha metgemoglobin orqali kislorodga to'yinadi organizm. Agar shu holatda bolada qon aylanishi buzilsa, bolani kislorod bilan ta'minlanishi buziladi va miyadagi nerv hujayralari oxirigacha rivojlanmaydi. Shuning uchun bolalar cherpni, davleniya yoshligida har xil nevrologik kasallik bo'ladi. Shuni homiladorlik paytida tekshirsa, bu ham genetika. 8 ta gen tekshiriladi. 4 ta qon quyiltiradigan, 4 ta qon suyultiradigan gen. Shu genni tekshirib, onani qornidayoq bolani genetik tekshiruvdan o'tkazsa bo'ladi. Birinchi o'sha oziqlanishi, ikkinchisi boy qon aylanishi, uchinchisi boyagi o'zingiz xohishingizga qarab. Sport, kasb, kasalliklar ular ketaveradi. Demak, hali bir yoshga to'lmagan go'dakni kelajakda kim bo'lishini ham bilsak bo'ladi. Hadis bor-ku, hadis bu biz qilayotgan ishimiz yengil emas. Bundan 5 yil oldin so'rasangiz aytardim. 90% to'g'ri gapim, 10% noto'g'ri, uni Xudo biladi dedim. Hozir men 100% gapim to'g'ri. Sababi bu to'g'risida hadislar ham bor. Farzandim tug'ildi, qachon tarbiya boshlaydi desa, kech qolibsan deyishgan. Sababi onani qonidalikdayoq to'g'ri tarbiyalash kerak. Bu genetika emas. Demak, hozirgi kunda chet elga bormasdan O'zbekistonning o'zida Toshkentda laboratoriyangizga borib, tashxisdan o'tib, farzandimiz qaysi kasbga moyilligi bor yoki sportning qaysi turiga moyilligi bor, qayerda unga omad kulib boqishi mumkin, ana shu yo'nalishlarni alohida bilib olishimiz mumkin. Va baribir genetika odamni sog'lig'iga ko'proq ishlaydigan fan deb o'ylayman. Hozir qaysi yo'nalishlarda ko'proq genetik tekshiruvlardan foydalanishyapti? Qaysi shifokorlar ko'proq sizlarga yuboryapti? Ko'proq DNK. Shu haqida o'zi alohida ko'rsatuv qilmoqchi edim, chunki DNK misol uchun men uchun bu dunyodagi eng katta bir ham bir tomondan mo'jiza, ikkinchi tomondan sirli tekshiruv. Sirli tekshiruv. Chunki analizdan qaysi farzand qaysi ota-onadan tug'ilgan, farzandni nimalari o'tgan, shularni hammasini, ya'ni ota-onadan farzandga nimalar o'tgan hammasini bilsa bo'ladi. Demak, hozirgi kunda birinchi o'rinda DNK turibdi. Birinchi o'rinda DNK. Sabab? Bilmayman. Yo, nimaga mana kimdir shubhalanadimi, farzand mendanmi yoki yo'q, ana shu savolga javob olishadimi? Nima birinchi o'rinda turganini siri nimada? Hamma uchun qiziq, ko'pchilik shubhalanadi. Balkim hayoti noto'g'ridir. Lekin ko'pchilik faqat DNK tekshirgisi keladi. Nima desam bo'ladi? Hammani bab ichida qanaqadir shubhasi bor-da, o'zini haqiqati bor hammani. Demak, har bitta oilani o'zini siri bor. O'zini siri bor. Biz bilmaydigan. Bu balkim noto'g'ridir, balkim yaxshidir, lekin eng ko'p hozir ko'p tekshiruv bizda DNK tekshiruvi. Tekshirib beramiz, juda ko'pchilikda aksariyat holatda o'zini farzandi bo'lib chiqishadi. Juda xursand bo'lamiz. Demak, DNK ikkinchi o'rinda qanday tekshiruv? Ikkinchi o'rinda men eng yaxshi ko'rgan tekshiruv bu tromofiliya tekshiruvi. Bu salomatlik uchun, sog'liq uchun. Qaysi vrachlar yuboradi? Nevropatolog, nevrologlar? Vrachlarni hurmat qilamiz, yaxshi ko'ramiz. Juda ham hurmat qilamiz. Lekin vrachlar yuborish emas, hozir ko'pchilik o'zi bilib kelyapti. Sotsial setlar, Instagram, Telegram, biz o'zimni Telegram kanalingiz bor. Instagram kanalim ochganman. O'sha o'zimizni o'qiganlar, ko'rganlar kelishadi. Vrachlar ham, shifokorlar ham jo'natishadi. Bu tromofiliya qon aylanish tizimiga. Misol qilib aytaman. Oldin 5 yil oldin, 6 yil oldin bu sohada uncha tajribam bo'lmasa, hozir ozgina tajribaga egaman. Shu sababdan kelib, analiz topshirib, genetik tekshiruvdan o'tgandan keyin ayol kishi necha haftada tug'ishini ham ko'rib bera olamiz tekshiruvdan keyin. Kimdir 37 haftada, kimdir 38 haftada, kimdir 40 haftada. Ko'pincha holatlarda shunaqa bo'ladiki, 38 haftada ayol kishi tug'aman deb borsa, to'xtab tur, hali vaqtli tug'dirishmaydi. Lekin vaholanki u bolani o'pkasi ishlashni boshlagan bo'ladi. Deb bola onani qonida o'lib qoladi. 40 haftagacha yetib bormaydi, bola o'lib qoladi. Sababi
suv yutadi, har xil muammolar bo'ladi, o'lib qoladi. Bu trombofiliya tashxisi qo'yilgan ayollar, genetik trombofiliya tashxisi qo'yilgan ayollar 37-38 hafta shu tug'ish kerak bo'ldi. 35 haftadan keyin tug'ish kerak. Yo'qmasam 38 haftaga yetib bora olmaydi. Mana menda aksi bo'lgan. Nimaga? 40 haftadan o'tib ketgan. Обмен веществ, modda almashinuv. Modda almashinuviga bog'liq protsess. Muammoligi kecha oldini. Masalan, 35 haftada tug'ish kerak, to'xta deb ushlab turadi. Majburlab ushlab turamiz. Preparatlar qilishadi maxsus. Mumkin emas. Siz 40 haftaga yetgan bo'lsangiz, sizni 40 haftada tug'masangiz tug'dirib olishadi, kesib qilib. Bu ham muammo. Bu ham muammo. Demak, ikkinchi o'rinda qanday analiz turibdi bizda? Trombofiliya. Trombofiliya. Uchinchi o'rinda? Uchinchi o'rinda boyagi neinvaziv prenatal test. Onani qornidagi bolani onani qon orqali tekshirish. Demak, mana shu uchta siz aytayotgan tekshiruv hozir eng muhim tekshiruvlardan biri. Eng insonlar ko'proq qiziqayotgan tekshiruvlar. Kerakli tekshiruv. To'g'ri, kasbni aniqlagandan ko'ra kasallikni aniqlagan afzalda. Chunki kasallikni oldini olish uchun ham albatta tekshiruvdan o'tish kerak. Hozirgi kunda genetika juda ham rivojlanyapti. Mana kuni kecha ham o'qidim. Hozir men shuni topib olay, chunki bu O'zbekistonga taalluqli ma'lumot. Hozirgi kunda O'zbekistonda genetik kasalliklar bilan tug'ilayotgan bolalarning soni ancha ko'payibdi nimagadir va eng katta raqamlardan biri mana 100 ta yangi tug'ilgan chaqaloqdan 6 tasida juda ham sog'lig'ida yomon o'zgarishlar bilan tug'ilyapti. Bu nimaga bunday bo'lyapti? Bizni insonlar genetik tekshiruvlarga ishonmaganimi, siz aytayotgan analizlardan o'tmaganimi yoki nimani hisobiga? Bu juda ham katta raqamda, 100 tadan 6 ta chaqaloq, mana ruschasiga aytganda rождается на свет с пороками развития degan. Ota-onalarning bee'tiborligi. Hamma o'ylaydi, menda bo'lmaydi shu narsa, uchramaydi deb o'ylaydi. Bu shunaqa qaror ham bor, prezident qarori ham bor. Onalik va bolalikni himoya qilish hamma ishlar olib borilyapti. Lekin ko'p yoshlar tekshiruvdan o'tmaydi. Turmush qurishdan oldin tekshiruvdan o'tmaydi, keyin turmush qurgandan keyin shifokor nazoratiga bormaydi, keyin bola tug'ilgandan keyin kech undan keyin kech boyagi 6 tani bittasi bo'lib qolishi mumkin. 100 tadan 6 tani bittasi. Lekin shuni oldini olish uchun har prezident qarori ham bor. Onalik va bolalikni himoya qilish qarori ham bor. Bepul tekshiruvlar ham bor. Bepuli ham bor. Bepul tekshiruvlar bor. Unda ko'pincha yoshlar borib, naborot bepul tekshiruvni o'zi pulli tekshiruv. Bepul tekshiruvni cho'nchagiga pul solib, qog'ozni yozdirib olib ketadi. Bu noto'g'ri narsa. Bu turmush qurishdan avvalgi tekshiruvlarni aytyapsiz. Turmush qurishdan avvalgi tekshiruvlar. Bu to'g'ri aytyapsiz, chunki hattoki o'sha necha yil avval biz turmush qurayotganimizda ham aynan shunday vaziyat bo'lgan, qaysidir tekshiruvlardan o'tganmiz, qaysidir shoshyapmiz, shunday yozib bering deyilgan. Lekin agar hozir meni shunday tekshiruvga jo'natishsa, men hammasidan o'tgan bo'lardim. Chunki hozir o'zimni yoshimda, o'zimni aqlimda bilyapmanki, ana shu tekshiruvlardan keyin oilani sog'lig'i, oiladagi muhit kelib chiqar ekan. Ya'ni agarda ikkita yosh sog'lom bo'lsa, ikkita yosh bir-biriga to'g'ri kelsa, baxtli, bir-birini hurmat qiladigan, sog'lom yangi oila paydo bo'ladi. Va eng O'zbekistonda qiyin savollardan biri. Yuqorida ham aytib o'tdingiz, hozir ham mana mutatsiyalar haqida gapirganimda nimagadir ko'zim oldiga aynan shunday juftliklar keladi, qarindoshlar. Yaqinda bir shifokor, mashhur shifokor aytdiki, yo'nalishlari ham ginekologiyaga yaqin. Nigora, baribir siz turmush qurayotganingizda o'zingizga mos, zotingizga mos odam izlaysiz. O'shaning uchun bizni o'zbeklar qarindoshlarga birinchi yuzlanadi, chunki zotini biladi, chunki qanday katta bo'lganini biladi, ko'z o'ngida qizlar, bolalar katta bo'ladi, kim tarbiya qilganini bilasiz, nima yeb, nima ichayotganini bilasiz. Shuning uchun ko'proq qarindoshlarga qaraydi, sovchi yuborishdan oldin qarab chiqadi-da. O'zimizning oilamizda bormikan xola ammalarda, agar bo'lmasa keyin tashqariga chiqadi dedilar. Hatto o'zim tog'amning qizini olganman.
hech narsa bo'lmadi, 4 ta sog'lom farzandim bor dedilar. Bu ham lotereyami? Yo'q, bu ilmsizlik. Bu noto'g'ri tadbiq qilish, noto'g'ri interpretatsiya qilish. To'g'ri, hammamizni nasl nasabiga, tengiga qarab deyiladi, lekin hammamiz odam ato bilan momo havodan yaratilganmiz. Aeroportda, samolyotda ketayotganingizda Ahmedov deydi, Aleksey deydi. Tushuntira oldimmi? Sportsmenlar ham Karimov deydi, Sergey deydi. Smeshinniy qoni aralash qonda, endi aralash qon bo'lgandan keyin bir-biriga o'xshamagan genlar xuddi anu kalsiyoga o'xshab bir-biriga shunday kiyiladi. Kasalliklar to'planib qolmaydi, darsda uxlayveradigan bola bo'lmaydi yoki anu futbol tepsa o'zini varatasiga tepib qo'yadigan bo'lmaydi. Umum deydi-yu, aql bilan borib urib keladigan yoki samolyotni qo'ndirayotganda ham o'sha o'z bitta palasaga qo'ndiradigan. Tushuntira oldimmi? Men sizni tushundim, chunki azaldan to'g'ri aytasiz. Xalq tili bilan aytganda metis deymiz. Ya'ni ikkita qonni aralashi, ya'ni ikkita millatni aralashishidan tug'ilgan farzandlar chiroyli, sog'lom, aqlli bo'ladi deyshadi. Har doim ham emas, lekin tushunarli bo'lishi uchun shunaqa dedim. Lekin boyga o'zini qarindosh emas, boshqa joydan olish mumkin, boshqa mahalladan olish mumkin, begonadan olish kerak. To'g'ri. Juda ham chiroyli tushuntirib o'tdingiz. Demak, bizni ota-onalarimiz lotereya o'ynamasdan shunaqa tomonlarga e'tiborliroq bo'lganlarida ko'p narsa boshqacha bo'lardi. Buni men ham tushunyapman. Demak, biz ulardan dars olib, xulosalar chiqarib, hozir mana chunki bizni tengdoshlarimiz farzandlariga kimdir sovchilikka boryapti, kimdir to'ylar qilyapti. Demak, bu narsaga biz e'tiborliroq bo'lishimiz kerak. Chunki o'zimda ham bir bo'ldida, singlimning qizi katta bo'lib qoldi-ya, ko'z o'ngimda katta bo'ldi, o'zimni singlim tarbiya qilgan, shuni kelin qilsam bo'lmaydimi degan savol ham tug'ildi. Keyin o'ylab, o'qib, mana hozir yana aytyapsiz, bo'lmaydi Nigora, bo'lmaydi dedingiz. Mana shundan kelib chiqqan holda aytishimiz mumkin. Va hozirgi paytning eng katta muammolaridan biri bu semizlik. Chunki qayerga qaramay, qaysi endokrinologga bormay, afsuski hamma ozishni istaysizmi? Menda dori bor deyapti. Mana o'zimda bo'ldi-da shu muammo. Atigi 5 kilogramm tashiyman dedim. Sal pompilashdim, borib ko'yniklarim zamoga taqilmadi, shu bilan bordim, endokrinologga bordim. 2 millionga analiz topshirdim. Arzon emas. O'sha gormonal fonni tekshirish uchun o'sha kortizoldan boshlab hammasini topshirdim. Ko'rdilar. Endi nima qilamiz? Analizlar hammasi joyida. Ukol qilamizmi? Qorinchangizga dedilar. Men aytdim, "Yo'q, men ukolsiz ozmoqchiman, chunki pobochkalari haqida ko'p eshitdim-da, yomon ta'sir qilishi mumkin" dedim. Boshqasiga bordim. Ular ham shu maslahatni berishyapti. Ya'ni ki hozir juda oson bo'lib qolgan, bitta ukol yoki bitta tabletka va odam bir necha kilogrammga ozyapti. Aslini olganda genetika tomonlama tekshiruvdan o'tib, o'sha siz aytayotgan analizlarni topshirib, vrachdan to'g'ri tavsiyalar olsa, odam ozsa bo'ladimi? Juda to'g'ri savol berdingiz. Mana qarang. Biz yoshligimizda ozg'in bo'lganmizda, hamma ham yoshligida ozg'in bo'ladi. Shunaqa. Bir qozon ovqat yesangiz ham semirmaysiz. Obmen veshesiz. Moddani obmen veshesiz zo'r. Nimani hisobiga bilasizmi? Balans hisobiga. Balans, fizika balans, точка должен tonna держать degan qoidalar bor edi. Balans. Har bitta moddaning balansi bor. Kecha kunduz, suv sho'r, qora oq. Xuddi shun kaliy bilan natriyning balansi buzilsa, odam infarkt bo'ladi. Magniy, fosfor, xlor, yod, har bitta moddaning balansi bor. Siz qachonki hamma moddaning balansini to'g'ri olib borsangiz, hech qachon semirmaysiz. O'zingizni normativingizdan o'tmaysiz. Buning uchun nima qilish kerak? Buning uchun obmen veshestv tekshiruv bor, genetik tekshiruv. O't ido, o't addoya hammasini zero max, 0 dan maksimumgacha tekshiradi. Bor-a, bu laboratoriyada sizda. Bu xohlagan paytimda 10 kunda semirishim mumkin, 10 kunda ozishim mumkin. Hamma narsa o'zingizni qo'lingizda, borasiz, tekinga qon topshirasiz, qaraysiz, Agar xohlaganlar bo'lsa tekin, agar mayli men videoga tushaman yoki sizlarga
berib turaman informatsiya desa biz bepul ham tekshirib beramiz. Demak, sizda shunday aksiyalar bo'ladi. Bo'ladi aksiya. Bo'ladi. Misol uchun 10 ta odamni yig'ishimiz mumkin-da. Pompilarni, tako shirin pompilarni yig'ib, analiz tekshirib va ularni o'sha ozish tablitsasini birgalikda kuzatishimiz mumkin-ku deylik. Mana bir oy davomida nima yedi, nima ichdi, analizlardan keyin qanday o'zgarishlar bo'ldi. Agar chindan ham misol uchun o'sha odamlar hech bo'lmaganda 10 kilogramdan 2 oyda deylik, 10 kilogram tashlasa, demak bu juda ham yaxshi rezultat. To'ppa-to'g'ri. Agar 10 kunda 10 kilo yoki 1 oyda 10 kilo tashlasa, u odam zaharlanib o'lib qoladi. Har doim sekin bo'ladi. Sekin. Sraz tashlasa yo kasal bo'ladi yoki boyagi sindrom atmeni degan narsa bor. Tushayotgan mahsulot organizmga tushmasdan teskari ishlab ketishi mumkin. Xuddi qon quyilib ketsa, DVS sindromiga olib ketib qon ketadi-yu, xuddi shunga o'xshab organizm ham srazi tashlasa bo'lmaydi. O'zini normasi bor. 5 kilo, 2 kilo, 1 kilo mana shunday qilib tashlaydi. Biz обмен веществ ko'rganimizda boyagi organizmdagi balansni to'g'rilab boramiz. Birinchisini to'g'riladikmi, ikkinchisiga, uchinchisiga, to'rtinchisiga, shu bilan organizm normal holatga keladi. Ishonasizmi, bir kunda 5 mahal bir qozondan osh yesa ham semirmaydi. Naborot kuch keladi. Masalan, kimdir ovqat yesa, uyqusi keladi, yotgisi keladi. Ovqatlanish uyqu keltirish kerak emas, ovqatlanish kuch berish kerak. Ko'pincha ovqatlangan odam kuch oladi, ovqatlansa kuch ketib qoladi. Men ovqatdan, shirin ovqatdan lazzatlanaman, keyin uyqum keladi. Noto'g'ri. Keyin turib yana ovqat yegim keladi. Shu bilan bu relis anaqani biz demak buzilgan. Buzilasiz. Eng zo'r narsa rejim. Siz borib Maldivada dam olgan paytingizni eslang, bir kunda 3 mahal, 4 mahal ovqat yeyish, lekin qoningiz ochaveradi. Demak, siz ratsion bilan ovqat yeysiz. Shvedskiy stol qo'yadi, ko'rganingiz o'zida ko'zingiz to'yib qoladi. 4 ta 5 narsa olib kelasiz, yeysiz bo'ldi, ketdi. Yo'q, to'g'ri aytasiz. Kuch keladi, borib cho'milasiz. Uyqus kelmaydi. U rejim. Agar boyagi organizmni normal holatga keltiraman desangiz, yoki borib bir oy dam oling. Yoki boyagi обмен веществони tekshirib, o'ziga kerak balansni to'g'rilang. Xullas, har bir aytgan so'zingizdan faqat qimmatligini bilyapman bugun. Nimaga qadam bosmasam, hammasi borib pulga taqalyapti. Lekin o'zimni yaxshi ko'rsam, o'zimni organizmimni kerakli yo'nalishda ishlashini istasam, bir marta analiz topshiraman va shunga qarab modda almashuvini ham to'g'rilab olaman. Kasalliklardan xalos bo'lishda ham o'zimga to'g'ri yo'l tanlab olaman. Hozirgi rasxodingizni yozasiz-da. Bir oyda nech pul sizga rasxod ketadi. Keyin genetikani tekshirtirasiz, uni rasxodini yozasiz. Keyin solishtirasiz, 3-oyda aytasiz, yo'q, genetikasi to'g'ri ekaningiz. Voy. Yaxshi reklama qildingiz hozir. Judayam laboratoriyangiz reklamasi yaxshi ketyapti bugun. Va o'zi yuqorida ham gapirib o'tdingiz, lekin alohida savol sifatida bermoqchiman. Mana hozir modda almashuvi deganingizda biz hozir shaxsan o'zim ham batlarga o'tirib qolganman. Oldin mensimasdim. Oldin chunki tushunmasdim. Hozir ham juda bir tushunaman deya olmayman, lekin vrach mana aytdi, siz vitamin D ni masalan 5000 tadan ichishingiz kerak, chunki analizda kam chiqdi. Keyin magniy ichishingiz kerak, chunki asabiysiz. Keyin vitamin B1, 12 iste'mol qilishingiz kerak, u ham asablarni joyiga keltiradi. Biotin, kollagen, teri, sochni to'g'irlaydi. Unaqa bugun ertalab ishonasizmi, terib qo'ydim. Tersam 8 ta chiqdi. 8 dona kapsula. O'zimcha o'yladim, to'g'ri, sochlarim yaxshi, ranglari yaxshi, tirnoqlarim joyida, tishim joyida. Lekin shu 8 ta tabletkani ichganimdan keyin oshqozonimda qanday o'zgarishlar ro'y beryapti, menga yordam beryaptimi, umuman olganda vitamin D ni organizmim qabul qilyaptimi? Gemoglobinim past, 75. Temirni qabul qilmayapti. Shu tomonlama tekshiruvlar bormi? Nimaga qabul qilmayapti, buni qanday to'g'rilash kerak? Temir o'zi og'ir modda, og'ir modda. Gemoglobin do'st, gemoglobinni gem degan bu temir gemoglobin. Globin bu S2 kislorod. Temir bilan kislorodni bog'langani gemoglobin deyiladi. Temirga kislorod bog'lanib, o'sha miyaga olib chiqadi. Qachonki organizmda qon quyilib ketsa yoki boyagi qon aylanish tizimida muammo bo'lsa, trombofiliya bo'lsa va boyagi balans buzilgan bo'lsa, gemoglobin ham, gemoglobindan tashqari jeleza tushib ketadi, ferritin tushadi,
Undan tashqari hozir 5000 ta vitamin D ichaman do'st. Sizga o'sha 8 ta preparat kerakmi? Aniq bilasizmi Yo'q, kerakligini? endi bilmadim yoki o'zim miyamda shu narsani kerak deb o'zimga reja tuzib oldimmi yoki shundan keyin o'zim yaxshi his qilyapmanmi? To'g'risini aytsam tushunmayapman. Vrach yozib berdi, men ichyapman. Shuning uchun shu savolni beryapman. Masalan, yuqorida aytdingiz-da, eslab qoldim. Aholimizni o'rtasida vitamin D yetishmovchiligi nimaga mavjud degan savolga siz javob berib o'tdingiz suhbat davomida. Chunki qabul qilmaydi organizm, so'rilishi yo'q dedingiz. So'rilishi yo'q, to'ppa. Aha. Vitamin D bir kunlik dozasi 2000 yedinchi. 5000, 10000 yedinchi yurakda tosh hosil qilish. Zahar. Zahar. Aha. Keyin vitamin D ni o'zini qo'shib qabul qiladigan kombinatsiyasi bor. Har bitta dorini o'zini kombinatsiyasi bor. Masalan, vitamin D vitamin K bilan K qo'shib ichiladi. Keyin undan tashqari boyagi yod preparatda ham o'zini normasi bor. Qaysidir holida yodafol ichamiz, lekin har bitta preparatda o'zini kombinatsiyasi bor. Endi men farmakolog emasman, o'shaning uchun bu temaga o'tib ketmayman. So'rilish, ya'ni o'sha обмен веществ deganingiz uchun bu savolni berdim. Ya'ni chunki mayli boshqa preparatlarni olib tashlaylik, lekin hozir olimlar hammasi gapiryapti, vitamin D bizga juda muhim deb. Geni tekshirish kerak. Bu ham genga borib taqaladi. Albatta, VDR gen bor. Vitamin D retseptorlariga javob beradigan gen bor, VDR gen. Aha. VDR degan gen bor. Shu genni tekshirsangiz, qaysi D qaysi sizni organizmingizga to'g'ri keladi? Aqua D3 nikamet to'g'ri keladimi? Oddiy vitamin D to'g'ri keladimi? Yoki bir oyda bir marta ichadigan D kerakmi? Yoki vitamin D ni 10000 yedini ichsalik kerak. Har bitta dozani aniqlash uchun farmakogenetika degan soha bor. Farmakogenetika. Aha. Ichayotgan dorilaringizni ham genetika orqali so'rilishini bilsangiz bo'ladi. Farmakogenetika. Shuning uchun har bitta dorini ichishdan oldin, o'zingizga nimadir qilishdan oldin yaxshisi och yurganingiz yaxshi, hech narsa ichmasdan. Nima uchun kasal bo'ldingiz? Shu bo'lar hamma narsa yeb yurganingizdan kasal bo'ldik. Kasal bo'lmaslik uchun yana ichishingiz kerak emas, namorat to'xtatish kerak. O'sha genni tekshirib, organizmingiz qaysi holatdaligini bilish uchun organizmni bo'shatib olishim. Bir hafta och yurishimiz kerak. Har 12 soatda ozgina ovqat yeyish. 12 soatda ozgina ovqat yesak, organizm qayta tiklanadi. 12 soat ovqat yemaydi. Autofagiya deyishdimi shu so'zni? Yo'q, buchi uni ilmiy nomini bilmayman, lekin bir kunda shu 12 soatda ovqat yeysiz, ozgina ovqat yeysiz. Yana 12 soatda ovqat yeysiz, yana ozgina. Keyin begovoy daroshkadami, ko'chaga chiqibmi, 10 gacha sanaguncha eng tez qanaqa yugura olasiz, shunaqa yugurasiz. Eshitdilar bolalar. Yuguramiz. Shunda organizmni anu перезагрузкасы bo'ladi. Восстановление bo'ladi. Kuchim bo'lmaydi-ku meni 12 soatda muncha ovqat yesam. Sizda shunaqa kuch ko'payib ketadi, hozirgi holatingizdan kuchingiz ko'payib ketadi. Mayli. Kuch ona qiladi. Kuch 2 barobar emas, 10 barobar ko'payib ketadi. Agar 12 soatda ozgina-ozginadan ovqat yesangiz, bir hafta davomida. Harakat qilib ko'raman. Va hammani qiziqtiruvchi savol bor. Ikkita. Ayollarni ham qiziqtiradi, erkaklarni ham. Genetika fani biz ayollarga nima beradi va ayollarni alohida tekshiruvlari mavjudmi laboratoriyangizda va erkaklarga? Chunki erkaklar endi biz ayollar ko'p narsani vrachlarga ayta olamiz. O'rtoqlarimiz bilan, dugonalarimiz bilan o'tirganda menda bunaqa bo'lyapti, o'zgaryapti, hayz siklim o'zgargan yoki boshim og'riyapti yoki erim bugun yoqyapti, ertaga yoqmayapti deyishimiz mumkin. Erkaklar buni gapirmaydi, ichida qolib ketadi. Choyxonaga borganda ham hammasi zo'r deydi. Lekin 40 dan oshgandan keyin ayollarda ham, erkaklarda ham o'zgarishlar boshlanadi. Mana shu o'zgarishlarni oldini olish uchun, sal bo'lsa ham yosharish uchun va ginekologiya taraflama erkaklarda o'zini tematikasida o'zgarishlarni oldini olish uchun sizni laboratoriyangizda nimalarni topshirish kerak va qaysi vrachga murojaat qilish kerak? Mana genetika bo'yicha ayollar bilan erkaklarni mavzusi kelsa, erkaklarni yig'ishtirib qo'yaylik. Eng qiziq ayollar. Nimaga? Erkaklar ham mana bizni erkaklar tomosha qiladi, yigitlar so'raydi, qachon biz haqimizda gapirasiz deb. Ayollarda erkaklardan ko'ra ko'proq genetik informatsiya bor. Bilsangiz, asosan bola tug'ilganda o'g'il bola tug'iladimi, qiz bola tug'iladimi, bolani tarbiyalash ham, bolani boyagi katta bo'lishi, bolani olim bo'lishi ko'p narsa ayolga bog'liq.
ko'pincha onadan informatsiya oladi. Onadan. Shuning uchun biz ko'pincha tekshirganimizda ayol kishida erkak kishidan ko'ra ko'proq ma'lumot bor. Sababi ayol kishi har oyda bir marta modda almashinuvini boshdan o'tkazadi. Organizm полный перевосстановление bo'ladi. Перезагрузка. Har oyda. Shunaqa genlar borki, gapirib bo'lmaydigan genlar bor. Bir xil paytda biz ayollar ayblaymiz. Ayollar o'zi ko'proq erkaklardan ko'ra ko'proq ishqiboz bo'ladi erkaklar. Ayol biz erkaklardan chiroyli qizlarni ko'rsak, wow deymiz-ku. O'zi ayollarda bu narsa 10 marta kuchliroq bo'ladi. Biz ham wow deymiz. Bilintirmaysizlar sizlar. Biz gapirib yuboramiz. Xo'p, qani. Bu hammasi gormonalniy fonga bog'liq. Har bitta mana masalan erkak kishida настроенияsiga qarab yoki ishiga qarab, boyagi puliga qarab, boshqa narsaga qarab bo'lishi mumkin, lekin ayollarda hech narsaga bog'liq emas. Bir marta, bir oyda bir marta o'zgardimi, o'zini kuni bor, 5-kundan 10-kunigacha bor. O'sha paytda hamma ko'ziga yaxshi ko'rinib ketaveradi. U gormonalniy. Bu normal holat. Normal holat. Erkaklarning bunaqa genetik holat, bu androgenlar, estrogenlarga javob beradigan gen bor. Estrogenlarga javob beradigan gen bor. Estrogenlarga javob beradigan gen androgenlarga javob beradigan gendan ko'ra ko'proq himoya qilingan. Androgenga javob beradigan genlar nerv bilan himoya qilinmagan. Masalan, stresslar yoki boshqa holatlar erkaklarga juda qattiq kuchli ta'sir qilishi mumkin, lekin ayollarga ta'sir qilmaydi. Biz mushukmiz. 40 ta jonimiz bor. Siz kuchlisiz. Lekin yaratgan egam, tabiat tomonidan biz shunday yaratilganimizni bilamiz, o'qiganmiz, ya'ni ustozlar ham bu haqda gapirishadi. Chunki ayol hayoti davomida boshqa bir o'zgarishlarga javobgardir. Farzandni dunyoga keltiradi, farzandni katta qiladi. Shuning uchun meni nazdimda Allohim bizga shunaqa boshqacha kuch bergan deb o'ylayman. Shunaqa bu meni fikrim. Men doim shunaqa deb o'ylayman. Chunki siz aytgandek, biz stressni boshimizdan kechirganimizda yig'laymiz, dardimizni kimgadir aytamiz, baqiramiz, shang'illaymiz, xafa bo'lamiz, gaplashmaymiz. Lekin erkaklarda bu kamdan kam kuzatiladi. Erkaklar ko'proq ichiga yutadi va siz aytgandek, demak, organizmning himoyasi ham erkaklarda shu androgen himoyasi kamroq. Erkak kishida stress bo'lsa, shunaqa bo'ladiki, o'zini joniga qasd qilguncha boradi. Lekin ayollarda bunaqa narsa yo'q. Voy, hozirgi zamon erkaklar shunaqa o'zinglarni yaxshi ko'rasizlar. Hech qachon joningizga qasd qilmaysizlar. Ko'rib suhbatimiz davomida, misol uchun o'zim tayyorlagan savollarga, o'zim qiziqqan savollarga, o'zimning shaxsiy savollarimga ham javob oldim. Siz hozirgi kunda juda ham ko'p loyihalar ustida ishlayapsiz. Keling, suhbat so'ngida shu loyihalar haqida qisqacha aytib o'tamizda, keyingi suhbatimizda bu loyihalarni taqdim qilamiz. Men birinchi loyiham bu kasallikni 100% tuzatish. Oliy maqsad deydi-ku. Bizning qilayotgan hozir ishimiz tibbiyot, genetika, bu faqatgina tashxis qo'yish emas. Bizga kelgan bemorlar qanaqa sohadagi bemor bo'lishidan qat'iy nazar, masalan, endokrinologik kasal bo'lsa, o'sha kasallikni asl mohiyatini o'rganib, qaysi genda mutatsiya, qaysi genda muammo borligini bilib, o'zini shu tor mutaxassis bilan birgalikda shu kasallikni davolash, to'liq davolash. Shu bilan shug'ullanmoqmiz. Birinchi, eng asosiysi genli injeneriya deyiladi. Fantastik kinolarda ko'rganmiz, keladi, yotadi, o'sha eliksir qo'yadi. Bu nima desiz, bu o'sha genli injeneriya organizmni o'zidagi regenerativ holatini tiklash. Masalan, tish 2 marta chiqadi, lekin 3-marta chiqmaydi. Biz imni shu tishi keyin chiqishini ham hozir o'rganyapmiz va uchinchisi sochga bog'liq. Soch chiqadimi, chiqmaydimi? Bu to'g'risida ham ilmiy ish o'tkazyapmiz. O'zimni sochim misol desam. Demak, kelajakda siz aytayotgan ijobiy o'zgarishlar, organizmda bo'layotgan ijobiy o'zgarishlarga yo bizning farzandlarimiz guvoh bo'lishi mumkin deb o'ylayman. Men ayol sifatida har doim aytamanda, hazillashib, qani edi bitta dori vositasi bo'lsa-da, shunda ichsang-da, ertalab yana 25 yosh bo'lib, kuning davom etsa mayli, kechasi qari bo'lsang ham mayli. Keyin ertalab turib yana ichsang-da, yana 25 yosh bo'lib, yana chiqib ketsang. Demak, yaqin
zamonlarda bu уже fantastika bo'lmaydi. Regenerativ holat. Organizmni regenerativ holat. Kalta kesida bor, keyin akulada bor. Akulada bor. Akulada bilasizku, tishi tushadi, qaytib chiqadi, tishi tushadi, qaytib chiqadi. Regenerativ holat insonda ham bor. Hozir biz Jigarda. insonni hamma to'qimasida, masalan, qo'lingizni kesib olsangiz qayta bitadi. To'g'ri. Regenerativ holat. Bizni organizmimizni 0,001% ni ishlatamiz. Qarang, bitta 0,001. Agar biz o'ylang 0,10% ni yoki 0,1% ni ishlatsak, qanaqa bizning imkoniyatlarimiz katta. Uning uchun nima qilishimiz kerak? Uning uchun birinchidan o'zimizni o'sha regenerativ holat qay holatda bo'lishini bilishimiz kerak. Buni genli injeneriya boyagi klechniy texnologiya bo'yicha o'zimizni hozir o'rganyapmiz. Hozir o'rganyapmiz va bir xil holatlarda biz bemorlarga aytamiz. Kelinglar, sizlarni bepul davolaymiz. Yomon bo'lmaydi. Kasal tuzalish sal kechroq bo'lishi mumkin, lekin unga yomon holat bo'lmaydi. U bemorlarga tekinga davolashimiz mumkin. Biz o'sha o'zini to'qimasidan olib o'ziga yuboramiz, o'zini davolaymiz. Bizga ilmiy ish kerak-da, baribir bizga material kerak. Biz har o'zimizda qurmaymiz-ku. Rozi bo'lgan insonlarni siz taklif qilasiz. Albatta. Mana shu o'zgarishlarni qoshida turadigan, demak, o'zidan o'tkazib olimlarga yordam beradigan insonlar sizni laboratoriyangizga baribir kerak. Bizda bor hozir shunaqa bemorlarimiz bor, o'zimizning xodimlarimiz bor. Ko'p xodimlarni yig'ganmiz, mana shunaqa ozgina kasali bor xodimlarimiz ham bor. Ularni davolashni olib boramiz. Lekin aslini olganda to'g'ri aytyapsiz, chunki qaysidir kasallikni boshdan o'tkazayotgan odam yangiliklarni ishlatishga chanqoq bo'ladi deb o'ylayman. Chunki qaysidir dori vositalar ta'sir qilmasa, yangilik chiqsa, shuni ham qilib ko'ray, balki tuzalarman deydi-da va shuni yo'lida demak olimlar bilan, sizlar bilan hamkorlik olib borishi mumkin. Bugungi suhbat uchun sizga minnatdorlik bildirmoqchiman. Chunki to'g'risini aytaman, bu sizni maqtash emas, har gal siz bilan ko'rishganimda o'zimga yangilik olaman. Va ana shu yangilikni hayotda tatbiq qilishga harakat qilaman. O'tgan gal bergan ma'lumotlaringizga qiziqqandim, lekin laboratoriyaga borish niyati menda tug'ilmagandi. Bu gal albatta boraman. Xudo xolisa boraman, chunki o'zimni tekshiradigan va to'g'irlaydigan tomonlarim bor. Dori vositalari nimaga ta'sir qilmayapti yoki qaysidir kasalligimni oldini olsam bo'ladimi, rivojlanishini oldini olsam bo'ladimi degan savollarga o'zimga ham javob kerak. Va aynan menga mana shu ma'lumotlarni berganingiz uchun, menda qiziqish uyg'otganingiz uchun minnatdorman. O'ylaymanki, bizni ko'rib turgan barcha aziz tomoshabinlar ham, kuzatuvchilarimiz ham aynan mana shu qiziqish orqali laboratoriyaga borishadi, chunki inson yangilikdan qo'rqish kerak emas, inson yangilikka intilish kerak va yangilik ortidan keladigan xayrga ishonish kerak deb o'ylayman. Katta rahmat, sog' bo'ling. Rahmat sizga ham. Azizlar, biz bilan o'tkazgan vaqtingizga rozi bo'ling. Shifo bo'lsin podkasti sizning xizmatingizda.